Prezident maktabida tushgan savol. Meri va Trevor 3 ta tokchali javonga sinf jihozlarini taxlashmoqda. Ular qog'oz, qalamlar va bo'yoqlarni javondagi alohida tokchalarga joylashtirishadi. Agar qog'oz qalamlardan balandroqda va bo'yoqlar qog'ozdan pastroqda bo'lsa, quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri bo'lishi kerak? Demak, berilgandan yozib olamiz. Qog'oz qalamlardan balandroqda bo'lsa, qog'oz qalamlardan balandroqda bo'lsa va bo'yoqlar qog'ozdan pastroqda bo'lsa va bo'yoqlar qog'ozdan pastroqda deyapti. Qog'ozdan pastroqda degani qalamdan yuqorida ham bo'lishi mumkin bo'yoq, qalamdan pastda ham bo'lishi mumkin bo'yoq. Xo'p. Endi berilgan variantlarni o'qiymiz. Qalamlar o'rta tokchada deyilyapti. Qalamlar o'rta tokchada deyilyapti. O'zi hozir bu yerda qog'oz, qalam, bo'yoq bor xolos. Qalamlar o'rta tokchada desa, qog'ozdan keyin qalam, qalamdan keyin bo'yoq bo'lishi kerak. Lekin noma'lum, aniq ayta olmaymiz. Bo'yoq qalamdan yuqorida turgan bo'lishi ham mumkin, pastda turgan bo'lishi ham mumkin. Agar pastda turgan bo'lsa, bu gap to'g'ri bo'ladi, lekin u noma'lum bo'lganligi uchun birinchi variantimiz chiqib ketadi. Ikkinchisi, qog'oz o'rta tokchada joylashgan deyilyapti. Qog'oz eng yuqorisida joylashganini aytib o'tilyapti. Ya'ni qalamdan ham balandda, bo'yoqdan ham balandda deyilyapti. Demak, bu B variantimiz ham chiqib ketdi. Keyingisi C variantimiz. Bo'yoqlar eng pastki tokchada joylashgan deyilyapti. Bo'yoqlarni qog'ozdan pastdaligini aytayapti, lekin qalamdan pastdaligini aytmayapti. Shuning uchun C variantimiz ham chiqib ketadi. Qog'oz D variantimiz esa qog'oz eng yuqori tokchada deyilyapti. Haqiqatan qog'ozni qalamdan ham balandda deyilyapti, bo'yoqdan ham balandda deyilyapti. Shuning uchun variantimiz D variant bo'ladi. Shunga o'xshash prezident maktablari hamda Al-Xorazm maktablariga tushadigan savollar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.